Arab tili o'qiyotganlarga hozir nunun viqoya nimaligini tushuntirib beraman. Nunun viqoya bu fe'l va ya mutakallimlar orasida fe'lni kasra bo'lishligidan himoya qilib keladigan nunga aytiladi. Masalan, misolda allamani abi. Otam menga o'rgatdi. Bu yerda allama fe'li hech qachon fe'l jar o'rinda bo'lmaydi va ya o'zidan oldin kasra bo'lishligini xohlaydi. Va o'sha paytda nun fe'lni kasra bo'lishligidan himoya qilgan holatda keladi. Va boshqa zamirlarda umuman muammo yo'q. Allamahu, allamaka, allamahum farqi kelaveradi. Va keyingi misolda yus'iduni najahuka, sening najoting meni xursand qiladi. Bu yerda ham nima bo'lyapti? Dal fe'lning oxirgi harfi va u kasra bo'lishligidan himoya qilgan holatda nunun viqoya bu yerda ya mutakallimdan oldin kelyapti. Va yana bir misolda ko'pligida al-asdiqo'u yusharikunani, bu yerda yusharikunani, bu yerda ikkita nun bor, ikkinchisi nunun viqoya. Nimaga? Masalan, yusharikunani bu yerda ko'plik nuni va undan keyin nunun viqoya kelyapti. Ya mutakallim nunun viqoyani kasra qilyapti-da va shunda jam nuni sog'lom qolyapti. Va lan omila kirganda al-asdiqo'u lan yusharikuni. Bu yerda nimaga lan yusharikunani bo'lmayapti? Chunki bu yerda birinchi ko'plik nuni hazf bo'lyapti. Ko'plik nuni hazf bo'lyapti. Nimaga? Chunki lan kirishligi bilan bu ko'plik nuni hazf bo'ladi va ya mutakallim undan oldin kasra qilyapti turgan nunun viqoya va u fe'lning nuni emas. Va ikkilikda as-sodiqani lam yatrukani, ikkita do'st meni tark qilmadi. Xo'p, endi bu yerda lam jozima harfi, jazm harfi ikkilik fe'lga kiryapti. Bu yerda bu kasra bo'lyapti turgan nun ikkilik nun emas, balki bu nunun viqoya. Va ikkilik nuni esa bu yerda hazf bo'lyapti. Nimaga? Chunki bu yerda lam jozima harfi kirishligi bilan fe'ldagi ikkilik nuni hazf bo'lyapti va kasra bo'lyapti turgan nun viqoya. Ya'ni fe'ldan kasrani bo'lishligidan himoya qilib nun viqoya kelyapti. Shu bilan nun viqoya tamom. Kun ora shu kabi ma'lumotlardan bahramand bo'lishni xohlasangiz sahifamga obuna bo'lib qo'ying.